Hürmetli abunlaşlar etibar etemiz sizlere şöyle 3 tane Matiz avtomobilimiz var. Şuları edelini abzor et veremem. Best Matizimiz, hürmetli abunlaşlar güzetemiz. Bir anda Pollux yine bir Matizimiz var 2007. Best Matizimiz boladı 2011. Bahasını elden aytıp barama 37 milyon so'm, 21 milyon so'm. 2007 yıl Matiz. Nöbetdeki Matizimiz 2010 yıl 34 milyon so'm. Hürmetli abunlaşlar şu üçünü edelini abzor etip veremem gelip avtokredit, avtobarter, nakit pul esasında şu maçlarımızda xarid qilishimiz mumkin. Pollux bo'ladi 2010 143 million kraska zanjirli ishlangan 4 tane baloni bor. Chexol Pollux bor. Holati zo'r, tiniq, ideal holatda. Mashinamiz kraska zanjirli ishlangan ekan. Metani bor, metanni srokan bor. Mashina genan beriladi, oformeniya qilib olib bilasiz. Bahasi 34 million so'm. Kredit ham aytib beramiz, 12 million beradigan bo'lsangiz, 3 yilga 1 milyon 500 ming so'mdan tushtiribdi. Hurmatli obunachilar, tavsiya etaman gelip şu mashina xarid qilishingizni. Navbatdagi avtomobilimiz 2007 250 ming yurgan kraskasi bor, asujit qilingan. 4 tane balon qo'yilgan, Chexol Pollux metan gazi bor. Narxini aytadigan bo'lsak 21 million so'm. Hurmatli obunachilar, mashinalar bizga sotib berilgan. Üstüne gelsaydi yine gelishib olsa bo'ladi, xudo xolasa. Tavsiya etaman gelip şu mashina xarid qilishingizni. Mashin best bo'ladi. 2011 195 milyon kraska bor, 15% metan gazı var. Mashina yumshoq balonlar qo'yilgan. Avtomobilimiz holati zo'r. Chexol Pollux kuzovda kirchik chiziq yo'q. Bahasi 37 milyon so'm. 10 milyon bersangiz 3 yilga 1 milyon 700 ming so'mdan tushtiribdi. Naqd pul, kredit, barter asosida gelip şu mashinalar xarid qilaverasizlar. Mashinalar Bog'ot avtosavdoning birinchi filialida bo'ladi, xudo xolasa. Tavsiya etaman gelip şu mashinalar xarid qilishingizni. Aziz yurtdoshlar, bu yerga kelsangiz shuning zo'r narxida mashinalarimiz ko'p. Avtokredit, avtobarter, naqd pul asosida gelip mashinalarimizni xarid qilaverasizlar. Hurmatli obunachilar, sizlardan ham shunday sotiladigan mashinalar bo'lsa, bemalol olib kelaverasizlar. Kelsangiz kelishsak. Naqdlanamiz. Bo'lmasa sotib berish variant orqali savdo qilamiz. Savdo zo'r, shuni diviziniya savdo zo'rjada. Mashinangiz tez va oson, qisqa vaqt ichida sotiladi. Bedak mashinalarimizni sotib beradigan hammasi aziz yurtdoshlar.